pensiyasini bank kartasiga oladigan pensionerlar. Bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki karta orqali pensiya olish qulay bo'lsa ham, ayrim holatlarda pul kechikishi, karta bloklanishi, ortiqcha ushlab qolish, firibgarlik yoki hujjatdagi kichik xato sabab pensiya vaqtida tushmasligi mumkin. Men bugun sizga aynan shuni oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nimalarga e'tibor berish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim esa bemalol davom etishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aytadigan maslahatlarim pensionerning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot ko'pchilik ota-onalarimizga, buva-buvilarimizga kerak bo'ladi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyasini naqd pul shaklida olardi. Mahalla orqali, pochta orqali yoki bank kassasidan navbat kutib qo'lga pul olish odatiy hol edi. Bu tizimda ham muammolar bor edi. Odam uyida bo'lmasa pulni olish kechikardi, navbat ko'p bo'lardi, ayrim hollarda naqd pul yetib kelishi cho'zilardi. Lekin pensioner pulni qo'liga olganidan keyin uning ustidan nazorat o'zida bo'lardi. Hozir esa pensiyani bank kartasiga olish keng tarqaldi. Bu juda qulay. Pensioner pul tushgan zahoti do'konda to'lov qilishi, dorixonadan dori olishi, kommunal to'lovlarni to'lashi yoki bankomatdan naqd pul yetishi mumkin. Lekin karta bilan birga yangi mas'uliyat ham paydo bo'ladi. Karta muddati tugashi mumkin. PIN kod unutilishi mumkin. SMS xabar kelmay qolishi mumkin. Karta boshqa odam qo'lida yurishi mumkin. Telefon raqam o'zgargan bo'lsa, tasdiqlash xabarlari kelmaydi. Bank ilovasiga begona odam kirib olishi mumkin. Eng muhim o'zgarish shuki, endi pensioner faqat pensiya tayinlanishiga emas, balki pensiya tushadigan bank rekvizitlari, karta holati, shaxsiy ma'lumotlar va bankdagi xizmatlarga ham e'tibor berishi kerak. Men tajribamda ko'p ko'rganman. Odam pensiya jamg'armasiga borib, nega pulim tushmadi deydi. Aslida esa karta muddati tugagan yoki bankdagi hisob raqami yopilgan bo'ladi. Yoki banka boradi, bank pul bizga kelmagan deydi. Aslida esa hujjatda familiya yoki pasport ma'lumotida farq chiqqan bo'ladi. Shuning uchun har bir pensioner bu zanjirni tushunishi kerak. Pensiyani davlat organi hisoblaydi va yo'naltiradi. Bank esa uni karta yoki hisob raqam orqali sizga yetkazadi. Muammo qayerda ekanini bilmasangiz vaqt yo'qotasiz. Men birinchi navbatda kimlar albatta hushyor bo'lishi kerakligini tushuntiraman. Agar siz pensiyangizni kartaga olsangiz va kartangizning amal qilish muddati yaqinlashgan bo'lsa, bu birinchi xavf belgisi. Kartaning old tomonida odatda oy va yil ko'rsatiladi. Masalan, 25 deb yozilgan bo'lsa, karta 2025 yil avgust oyigacha amal qiladi. Shundan keyin ko'p holatda karta orqali to'lov qilish, bankomatdan pul yechish yoki ayrim xizmatlardan foydalanish cheklanadi. Pul hisob raqamingizda turishi mumkin, lekin kartadan foydalana olmaysiz. Pensioner esa pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan, faqat karta ishlamayapti. Misol keltiraman. 2 yoshli otaxon har oyning 12 sanasida 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. Kartasining muddati iyun oyida tugagan. Iyul oyida pensiya hisobga tushgan. Lekin otaxon bankomatga borganda karta ishlamagan. U davlat pensiyamni bermadi deb o'ylagan. Banka borgach ma'lum bo'lgan. Hisobda pul bor, faqat yangi karta chiqarish kerak. Agar u kartaning muddatini 1 oy oldin tekshirganida, bu ovora bo'lish, yo'l kira va asab buzilishining oldi olinardi. Ikkinchi muhim holat, pensiya kartasiga ulangan telefon raqam. Ko'pchilik bunga ahamiyat bermaydi. Lekin bugun bank xizmatlarida telefon raqam juda muhim. SMS xabarnoma, tasdiqlash kodi, bank ilovasi, plastik karta operatsiyalari, ba'zan blokdan chiqarish jarayonlari telefon raqamga bog'liq bo'ladi. Agar pensioner eski raqamni ishlatmay qo'ygan bo'lsa, sim karta yo'qolgan bo'lsa yoki raqam farzandining nomida bo'lsa, kelajakda muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa firibgarlar, men bank xodimiman, kodni ayting deb qo'ng'iroq qilganda. Pensioner vaziyatni tushunmay kodni aytib yuborishi mumkin. Men buni juda jiddiy ogohlantirish sifatida aytaman. Bank xodimi hech qachon sizdan SMS kod, PIN kod yoki karta orqasidagi raqamlarni so'ramaydi. 3-holat. Kartani boshqa odamga berib qo'yish. Bizda ko'p oilalarda pensionerning kartasi o'g'li, qizi, kelini yoki navrasi turadi. Ba'zan bu yaxshi niyat bilan qilinadi. Onam bankomatga bora olmaydi, men olib kelib beraman deyshadi. Lekin qonuniy va amaliy tomondan xavf bor. Karta egasi pensioner bo'lsa, kartadagi operatsiyalar uchun javobgarlik ham uning nomi bilan bog'liq. Agar karta orqali keraksiz kredit to'lovi, onlayn xarid, telefon raqamga pul o'tkazish yoki begona hisobga o'tkazma bo'lsa,
keyin isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun men har doim aytaman, agar yaqin insoningiz sizga yordam bersa ham, kartani to'liq nazoratsiz berib yubormang. Godpinni qog'ozga yozib kartaning yonida saqlamang. Bu eng katta xatolardan biri. 4-holat. Bank kartasidan avtomatik ushlab qolishlar. Pensionerlar ko'pincha pensiyam kam tushdi deb shikoyat qiladi. Sabab turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, kredit bo'yicha qarzdorlik bo'lsa, aliment yoki sud qarori bo'yicha ijro hujjati bo'lsa, ayrim to'lovlar avtomatik yechilishi mumkin. Yoki bankning SMS xabarnoma xizmati, karta xizmat haqi, ayrim pullik xizmatlar ulangan bo'lishi mumkin. Bu summalar katta bo'lmasligi mumkin. Lekin pensioner uchun har 10 ming yoki 20 ming so'm ham muhim. Shuning uchun hisobdan chiqarilgan pullarni albatta tekshirish kerak. Aniq misol. Pensioner ayol har oy 1 million 500 ming so'm oladi. Bir oy 1 million 37 ming so'm ko'rindi. U pensiya kamaydi deb o'yladi. Bankdan ko'chirma olinganda 20 ming so'm SMS xizmati, 10 ming so'm boshqa xizmat. 5 ming so'm komissiya yechilgani ko'rindi. Bu yerda pensiya jamg'armasi pensiyani kamaytirmagan, bank xizmatlari sabab farq chiqqan. Shuning uchun pul kam tushganda birinchi savol. Pensiya miqdori kamayganmi yoki kartadan pul yechilganmi? Bu ikkalasi boshqa masala. 5-muhim nuqta, pensiya tushadigan sana. Har bir pensioner pensiya aynan bir kunda 1 soatda tushishi shart deb o'ylamasligi kerak. Amaliyotda to'lov grafiklari, banklari o'tkazmalar, dam olish kunlari, bayram kunlari, texnik ishlovlar sabab bir o'z farq bo'lishi mumkin. Agar odatda 10 sanada tushsa, ba'zan 11 yoki 12 sanada ko'rinishi mumkin. Lekin kechikish bir necha kundan oshsa, jim o'tirmaslik kerak. Bankdan va pensiya jamg'armasidan tekshirish zarur. Eng to'g'ri yo'l, avval bankdan hisobingizga pul kelgan-kelmaganini bilasiz, keyin pensiya jamg'armasidan to'lov yuborilmaganini so'raysiz. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar kartangizning muddati o'tmagan bo'lsa, telefon raqamingiz faol bo'lsa, pensiya har oy odatdagidek tushayotgan bo'lsa, kartangiz o'zingizda bo'lsa, begona odamlarga kod aytmayotgan bo'lsangiz, sizda katta muammo yo'q. Lekin bu umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Men kamida oyga bir marta hisob harakatlarni ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Bank ilovasidan foydalansangiz ko'chirma oling. Foydalanmasangiz bank filialiga borib yoki ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib operatsiyalarni tekshirishingiz mumkin. Endi istisnolar. Nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan holatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala pensioner boshqa hududga ko'chib ketgan bo'lsa. Masalan, siz pensiyani Toshkentda rasmiylashtirgansiz, lekin hozir doimiy ravishda Farg'ona, Samarqand yoki Qashqadaryoda yashayapsiz. Kartaga pul tushaverishi mumkin, lekin yashash joyi, ro'yxat, pasport ma'lumotlari yoki bank filiali bilan bog'liq ayrim masalalarda sizdan yangilangan ma'lumot talab qilinishi ehtimoli bor. Ayniqsa pasport ID kartaga almashtirilganda, familiya o'zgarganda yoki yashash manzili yangilanganda tegishli tashkilotlarda ma'lumotlar bir xil bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik masala, nogironlik pensiyasi. Bobuchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya bir xil tartibda ko'rinishi mumkin, lekin asoslar har xil. Masalan, nogironlik bo'yicha pensiyada tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari. Muddatli nogironlik guruhi bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish masalasi muhim. Agar kerakli muddatda hujjat yangilanmasa, to'lovda to'xtalish bo'lishi mumkin. Pensioner kartam ishlamayapti deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya to'lash asosida hujjat muammosi chiqqan bo'ladi. Shuning uchun pensiya turi qanday ekanini bilish juda muhim. 3-nozik masala, ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar kasalligi, harakatlanishi qiyinligi yoki chet elda bo'lgani sabab pensiyani boshqa shaxs orqali oldiradi. Bu holatda ishonchnomaning muddati notarial tasdiqlanishi, bank talablari va pensiya organlari talablarini to'g'ri bajarish kerak. Ishonchnoma muddati tugasa, vakil bankdan pul ola olmaydi. Ba'zan oila a'zolari avval olayotgan edik-ku deydi. Lekin hujjat muddati tugagan bo'lsa, bank xodimi pul berishga haqli emas. Buni oldindan tekshirish kerak. 4-nozik masala. Pensioner vafot etgandan keyingi karta harakatlari. Men bu mavzuni o'g'ir bo'lsam aytishim kerak. Pensioner vafot etgach, uning kartasidan pul yechish yoki foydalanish qonuniy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Oiladagi odamlar bu onamizning puli edi, biz oldik deb o'ylashi mumkin. Lekin huquqiy tartibda meros, dafn puli, ortiqcha to'langan pensiya yoki qaytarilishi kerak bo'lgan summa masalalari bor. Agar pensiya vafotdan keyin tushgan bo'lsa, uni ishlatishdan oldin tegishli tashkilotga murojaat qilish kerak.
Keyinchalik ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. 5-nozik masala. Karta yo'qolsa yoki bankomat kartani yutib yuborsa, bunday paytda kutib o'tirmang. Darhol bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, kartani bloklatish kerak. Keyin pasport yoki ID karta bilan bank filialiga borib yangi karta chiqariladi. Agar karta yo'qolgan bo'lsa va ichida pensiya turgan bo'lsa, balki topilar deb bir necha kun kutish xavfli. Chunki kontaktli to'lovlar, onlayn operatsiyalar yoki PIN kod ma'lum bo'lsa, pulingiz yechib olinishi mumkin. Kartani bloklatish pulni yo'qotish emas, aksincha pulni himoya qilishdir. Pul odatda hisobda qoladi. Siz yangi karta orqali undan foydalanasiz. 6-nozik masala bank ilovasi va firibgarlik. Bugun firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Ular pensiyangiz qayta hisoblanadi. Kompensatsiya beriladi. Kartangiz bloklanadi. Davlatdan yordam puli chiqdi. Kod aytsangiz pul tushadi. Kabi gaplar bilan aldashi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod bermang. Hech kimga PIN kod aytmang. Karta raqamini ham ehtiyotkorlik bilan bering. Ayniqsa karta orqasidagi 3 xonali kodni umuman bermang. Agar sizga kimdir qo'ng'iroq qilib shoshiltirsa, qo'rqitsa yoki hozir aytmasangiz pulingiz kuyadi desa. Bu juda katta xavf belgisi. Rasmiy tashkilot sizni bunday shoshiltirmaydi. 7-nozik masala bankomatdan pul yechishda komissiya. Agar siz pensiya kartangiz chiqarilgan bankomatidan foydalansangiz, shartlar boshqacha bo'lishi mumkin. Boshqa bankomatidan foydalansangiz komissiya chiqishi mumkin. Masalan, siz 1 million so'm yechmoqchisiz, lekin bankomat komissiya ushlasa, hisobingizdan ko'proq summa ketadi. Har bankning shartlari farq qiladi. Shuning uchun bankomat ekranida yozilgan ogohlantirishlarni o'qimasdan tasdiqlash tugmasini bosmang. Kichik yozuv deb e'tiborsiz qoldirmang. Chunki aynan o'sha joyda komissiya haqida ma'lumot bo'lishi mumkin. 8-nozik masala pensiya kartasiga boshqa pul tushishi. Ba'zi odamlar pensiya kartasidan oddiy karta sifatida ham foydalanadi. Farzandi pul yuboradi. Kimdir qarz qaytaradi, savdo to'lov tushadi. Texnik jihatdan bu mumkin bo'lishi mumkin, lekin hisobingizdagi mablag'lar aralashib ketadi. Keyin qaysi pul pensiya, qaysi pul boshqa tushum ekanini ajratish qiyinlashadi. Agar sizda ijro hujjati, qarzdorlik yoki sud qarori bilan bog'liq masala bo'lsa, hisobga tushgan har qanday mablag' bo'yicha ushlab qolish xavfi paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensioner kartasini imkon qadar pensiya va kundalik zarur to'lovlar uchun alohida saqlagan ma'qul. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. Kartangizning amal qilish muddatini bugunoq tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat tugashiga 2-3 oy qolgan bo'lsa, bankka borib yangi karta chiqarish tartibini so'rang. Oxirgi kungacha kutmang. Ayniqsa uzoq qishloqda yashasangiz yoki bank filiali sizdan uzoq bo'lsa, oldindan harakat qiling. Ikkinchi qadam, telefon raqamingizni tekshiring. Bankdagi kartaga qaysi raqam ulanganini biling. Agar eski raqam ulangan bo'lsa, pasport yoki ID karta bilan bankka borib yangilang. Raqam o'zingiz ishlatadigan, doim yoningizda bo'ladigan raqam bo'lsin. Agar farzandingiz yordam bersa ham, asosiy xabarlar sizga yetib kelgani yaxshi. Chunki pul sizniki, mas'uliyat ham sizniki. 3-qadam, har oy pensiya tushganda summani yozib boring. Oddiy daftar tuting. Masalan, yanvar 1.200 ming so'm, fevral 1.200 ming so'm, mart 1.200 ming so'm. Agar bir oyda summa keskin kamayib qolsa, darhol sababini tekshirasiz. Bu juda oddiy usul, lekin ko'p muammoni vaqtida ko'rsatadi. Ayniqsa bank ilovasidan foydalanmaydigan pensionerlar uchun daftar juda foydali. 4-qadam, pul kam tushsa yoki umuman tushmasa, birinchi navbatda bankdan ko'chirma oling. Bank ko'chirmasida pul qachon tushgani, qachon yechilgani, qanday xizmatlar uchun mablag' ushlanganini ko'rish mumkin. Agar ko'chirmada pensiya tushmagani ko'rinsa, keyingi qadam pensiya jamg'armasiga murojaat qilish. Agar pensiya tushgan, lekin keyin yechilgan bo'lsa, masala bank operatsiyalari yoki kartadan foydalanish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 5-qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda hujjatlarni tayyor olib boring. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi yoki hisob raqam rekvizitlari, telefon raqam, zarur bo'lsa ariza kerak bo'ladi. Agar siz boshqa odam nomidan murojaat qilayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Arizada muammoni aniq yozing. Falon oy uchun pensiya kartamga tushmadi. Pensiya miqdori kamaygan. Sababini tushuntirib berishingizni so'rayman. Bank rekvizitlarimni yangilashni so'rayman.
aniq yozilgan ariza tezroq ko'rib chiqiladi. 6-qadam, banka borganda ham umumiy gap bilan cheklanib qolmang. Pulim yo'q demang. Aniq so'rang. Hisobimga pensiya tushganmi? Qaysi sanada tushgan? Qaysi operatsiyalar bo'yicha pul yechilgan? Kartamning amal qilish muddati qachongacha? Kartamga ulangan pulli xizmatlar bormi? SMS xizmati qancha turadi? Hisobimda blokirovka yoki cheklov bormi? Mana shu savollar sizga vaziyatni tezroq tushunishga yordam beradi. 7-qadam. Karta va kodlaringizni himoya qiling. PIN kodni tug'ilgan yil, telefon raqam oxiri yoki 1111 kabi oson raqam qilmaslik kerak. PIN kodni hech kimga aytmang. Bankomatda pul yechayotganda atrofga qarang. Begona odam yordam beraman desa ehtiyot bo'ling. Agar yordam kerak bo'lsa, bank xodimini chaqiring yoki ishonchli yaqin insoningiz bilan boring. Bankomatdan chek chiqsa, uni tashlab ketmang. Chunki unda ayrim ma'lumotlar bo'lishi mumkin. 8-qadam. Agar siz yotib qolgan bemor bo'lsangiz yoki bankka borishga imkoningiz bo'lmasa, rasmiy yo'l bilan ish qiling. Yaqiningizga oddiygina kartani berib yuborish oson ko'rinadi, lekin xavfli. Notarial ishonchnoma, bankning masofaviy xizmatlari, uyga chaqirish imkoniyati yoki ijtimoiy xodimlar orqali qanday tartib borligini aniqlang. Har bir holatda bank va pensiya jamg'armasi bilan rasmiy tartibni so'rab oling. 9-qadam. Firibgarlik bo'lsa, vaqt yo'qotmang. Agar kartangizdan siz qilmagan pul yechilganini ko'rsangiz, darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklating. Keyin bankka yozma ariza bering. Zarur bo'lsa ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Mayli, ozgina pul ekan deb qo'ymang. Bugun ozgina yechilgan bo'lsa, ertaga qolgan pul ham ketishi mumkin. Firibgarlikda eng muhim narsa tezkor harakatdir. 10-qadam. Yaqinlaringiz bilan gaplashing. Agar siz pensioner bo'lsangiz, farzandlaringizga kartangiz holatini tushuntiring, lekin kodlarni aytmang. Agar siz pensioner ota-onangizga yordam berayotgan bo'lsangiz, ular roziligingiz kartadan foydalanmang. Har bir yechimni tushuntiring, bank ko'chirmasini ko'rsatib boring. Oilada ochiq hisob-kitob bo'lsa, shubha, xafagarchilik va nizolar kamayadi. Bugun men pensiyasini kartaga oladigan pensionerlar bilish shart bo'lgan eng muhim masalalarni tushuntirdim. Karta qulay, lekin uni nazoratsiz qoldirish mumkin emas. Kartaning muddati, telefon raqam, bank xizmatlari, komissiya, ushlab qolishlar, ishonchnoma, firibgarlik va hujjatlardagi ma'lumotlar doim e'tiborda bo'lishi kerak. Agar pensiya tushmasa yoki kam tushsa, avval bank ko'chirmasini oling, keyin pensiya jamg'armasiga aniq hujjatlar bilan murojaat qiling. Kodlaringizni hech kimga bermang. Kartangizni begona qo'lga topshirmang. Har oy tushum va chiqimlarni tekshirib boring. Sizda ham pensiya kartasi bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Pul kechikkanmi, karta bloklanganmi, komissiya ushlanganmi yoki firibgarlar qo'ng'iroq qilganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga albatta yuboring.